Assalomu alaykum. Men hozirda Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan Green universitetining magistr talabasiman. Agar siz ham Green universiteti talabasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, Toshkent shahridagi yagona yashil texnikumiga o'qishga kiring va kelajagingizni biz bilan bog'lang. 9-11 sinf bitiruvchilari, siz Toshkent shahri yashil texnikumiga kunduzgi yoki dual ta'lim asosida o'qishga qabul qilinishingiz mumkin. Har bir o'quvchiga eko stipendiya ajratilgan va barcha o'quvchilar grant asosida o'qishga qabul qilinadi. Va yana bir narsa, texnikumimizni B2 darajasi bilan bitirgan talabalar Green universiteti yoki boshqa turli universitetlarga ikkinchi bosqichdan qabul qilinishadi. Siz kelajagingizni eng zamonaviy kasb bilan bog'lamoqchi bo'lsangiz, Toshkent shahri yashil texnikumiga o'qishga taklif etamiz.